Assalomu alaykum taqadash lider kanal kuzatib boruvchilari. Bugun 14-avgust 2026-yil Juma kuni Taqadash mal bozoriga keldik. Bismillahirrohmanirrohim deb bastaymiz. Podpisatsiya qilmaganlar bir podpisatsiya qilinglar, sizlardan iltimos. Bir 10 mingga yetib qolaylik. Xalqim bir qo'llab turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Gunjaralar ba'zi zat bor bozorda. Neden satyapsiz shuni apa? 2,5. 2,5. Gunjara neden bo'ladir? Gunjara 7,5. 7,5. Kapak ne? 4 ming so'mdan bo'ladi. Qushtuki ne mana qushtuki? Tovuqlarniki degan. 8 mingdan deydi bo'ladi. Savdosi bo'lsin. Saman nedan beryapsan chicha? 20 dan. Atis bilan nedan bo'latir? 2,5 dan. 2,5 dan. G'avush ne? 2 deb turibdi. 2 dan. Bozorga kelib turib iltimos sizdan aldam qamanglar. Ko'p odamlar qo'sib aytadi bahani. Neden aldınız samanda apa? Buna kavuşları kim tutkan bilmiş mi? Koki harma kavuş neden diye batıslar? 2,5. 2,5. Pres neden diye batıslar? 10 mingdan mı? Ya uçtuğu neden satı batısın? 25'ten mi? Ona neyse joğuşka pres mi? Joğuşka pres. 20 mingdan aytılib batır. 25 deydi. Olad savdosi. Bugun ko'rdingiz shunday, g'avush ko'p, o't ko'p kelaverasizlar. Qonqarimiz ham ko'p. Kemchiliklar bo'lsa aldan kechirim so'rab qolamiz. Like bosinglar sizlardan iltimos. Kommentariya yozinglar, necha tushiraylik o'zi bu. Ha, nedan oldingizlar? Ana 8, ana 3,5. 800 deydi. Ana 3,5. Qonqarimiz ko'p. Assalomu alaykum Zerga. Qovun nedan? Qilaqa. 3 mingdan. Qarimiz ne? 1300 so'mdan deyaptir. Telefon nomerni ayt. Assalomu alaykum. 94 071 15 deydi. Pastayni bo'ladi. Kelishib aparban beradi, ko'proq alsangiz dastavka. Dastavka qilib olib beradi. To'liq yaxshi odamlar, qayerli odamdan olganingiz yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum da. Shukr Allohga. Ha, sho'rtabay noksira. Qovun qanday ekan biroq. Kela bilasizlar. Pomidor neden apa? Assalomu alaykum. 4 mingdan ha. Ko'proq olsa kelishib berasiz ha? Bo'lgan deydi. Sizlar ne? 10 mingdan bo'ldi. Buna qovun neden bo'ldi? Ular 2 ming so'mdan. Buyog'i saylagani 10 ming so'm. Saylaganing 10 ming so'm deydi. Assalomu alaykum. Dastavka qilib berasiz-ku. Beramiz aka. Telefon nomerni ayt. 91dan 371 84. 72 Malga unoma olib beramiz. Varinaga, malga. Bo'ldi. Zvonit etsinlar aparib beramiz. Bo'ldi, yaxshi. Taqadashlikka qo'lay qilasiz. Ana tarbiya qovunlarga kelamiz, yandirdilar. Sharabataga bozor tushirib keting, baqasin. Assalomu alaykum. Baqan bir kafa bo'lmasa endi sizni qiymatlatib qo'ydim. Mal qo'y eshiklarning baqalari shunday. Bismillahirrohmanirrohim deb bozorga kiramiz. Au, men elimde tutib qoldim do'stim. Bär zat bor bu nokta. Lan nechun qo'yading shu noqtani? 25 dan deydi. Qarg'ul ekan. Qachon be kishkantay qilsa biroz aytib ertaga 25 ga bering. Qanday? Kishkantay qiyilisi deydi. 20 dan beryapman. Ana 20 dan. 25 dan beryapman. Ulkan 25 dan. Taporni balta deymi? Oldinda. Balta bor. Aha. Ana ulkani 110 mingga beraman. Bo'ldi. Qanday 20 mingga beraman. Telefon nomerni ayt. Ko'pdan beri nomerini qo'ymadik-ku sen. 99 dan 685 12 00. Zvonday berishlar, yeling go'shangi Xo'jayli Taqadash Nox bar bozorga boradi. Jiplarning tur-turi bor. Zvondab xabarlasa berasizlar. Kimlar tikkan mana?
Qaysi? Sovuqmi yo taqma? Aha, necha so'm aytyapsan ma? Qisirmi? Necha so'm aytyapsan? Aha, nechaga so'radi bozor? 10,5 taqatashmi? Qayerga taqatash? Shu buning biri shuning balasimi deyman ha? Ha, ana. Buning balasi ekan. Kelishib beradi. Balasi qachar-ku? Bo'ldi. 17 bo'lsa beraman. Yekovun 17 bo'lsa beradi. Mana Отдельно 8 bo'lsa beraman. tanaka ekan-ku. 8 bo'lsa deydi. Beli uzunchaq, mana ko'rinasiz-ku, o'satni zat, shaqi yo'q. 7,5 ga so'rab tur. 7,5 ga so'rab tur. Telefon nomeringni ayt. 88 dan 350 350 0028 taqatashniki. Zvont etib xabarlasha berasizlar. Bo'ladi. Ajaga necha bo'ldi ana? Bir minut aytib ber. Mut bo'ldi deydi, mut. Qalay ekan? Qayoqda sizniki? Baylab qo'ysam-ku. Menga aytgandan turding-ku, balay bildim-ku. Assalomu alaykum. Nechaga chiqyapti, qisirmi? Ha? Qachar 14 ga. 14 ga chiqdi. Bo'ladi. 14 ga chiqdi. Yaxshi qachar ekan? Bir 14 ga chiqqan bo'lsa, yaxshi so'rayapti-ku. Mana savun kim dikkan bilmaysizmi? Assalomu alaykum. Darbaga assalomu. Savun balasi necha kun qacharma? Necha tug'an dayi bu? 4 tug'an deydi. Jelni var. Kecha bir jelni tushirib, bir so'ng'og'ot tushirayotganmiz. Balasi qashar neshiga so'rayapti bozor? Bana 19,400 ga so'rayapti deydi. Taqatashdiki ku? Taqatashmi? Taqatash. Taqatashmas. Ha. Qo'sha chapqazim. Xo'jayliki ekan. Bo'ldi. Birisi bo'ldi. Sen sal qo'ssa beradi, tamasi bor endi. Beramiz. Sentimen beramiz. Xudoy qalasa. Har yoqda kimdir bilmaysizmi? Sentimen beramiz. Ikkinchisi u. 4 bo'ldi. 4 deb turibdi. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Nechaga so'radi? Mana kimniki bilmaysizlarmi? Ha? Buni yoqda shuni. Assalomu alaykum. Necha aytyapsiz? Mana kimniki bilmaysizmi? Men bilmayman. Mana neshiga chiqdi qashar? 14 214 14 200. Tug'anmi, tug'maganmi? Kumbag'ada. 14 200. Qassobniki. Bo'ladi, yaxshi so'rayapti. Bering endi chiqsa. Kecha Qo'jilda baqa sal qaytib etdi mal. 14 200. Bo'ladi. Savdosi bo'lsin. Mana nechaga chiqdi? Mana vov ag'ayin. Necha deb aytsam buni? Ahvollar qurg'inmi, ishlab bo'lyaptimi? Qattiq mal qayerdan keldi bu? Taqatash qayer? Nayman o'zimiz ekan bu. Necha deb aytsam buni? 20. Aha, nechaga so'radi? Nechaga so'ragan? 16 ga. Tuman qisirma? Telefon nomerini qo'yaymi? Yaxshi, 16 ga so'rab deydi. Bo'ladi. Mana savun kimniki? 25. Balasi qacharmi? Qachar deydi balasi. Necha tug'an bu? Birinchi. Balasining beli uzun zat ekan, qarang, yaxshi zat ekan, abasina qaraganda, baliq limuzin bor. Birinchi tug'an balasi. Sut ham necha litr? 1 litr. Ha? 1 litr. Bo'ladi, aha. Nechaga so'radingiz buni? 23 ga. Chigirma 3 ga deydi. Taqatashmi? Telefon nomerini ayt. Qo'ng'iroq qildi. 77 dan 77 dan 732 1045 taqatash bor. Bo'ldi, kelishib beradi. Savuni zo'r zat ekan biroq. Bo'yi bor, balasi ham beli uzun zat ekan. Qo'ysatib zat xudoy qalasa. Savdosi bo'lsin. Ateş, assalomu alaykum. Savun necha deb aytsan, Ateş? Necha tug'an bu? 2 tug'an. 2 tug'an. Balasi qachar durustmi? Balasi qachar. Targ'ilsi bet ekan. 25 aytib o'tirman deydi. Suti necha litr? 3 litr suti bor. Aha, nechaga chiqdi bu endi? 22. Bo'ladi. 2 tug'an bo'lsa 22 ga savdosi bo'lsin. Yaxshi zat ekan, bo'yi bor, uzun zat ekan.
Savdası olsun. Aldın mı? Benim başımdan beri kampon alacağım da. Sen bana Çigme ekke. Satıldı mı diyeyim ben. Cihan seninki qalay seninki bu? Neden deb atsan bu qaçarlar? O'zingga o'xshagan batmanlardan aksan bo'ladi mi? 15 so'mdan aytib atsan. Qachar qo'yik u? He? Tumagan qacharlar qo'y. Buna jasın. Aha, necha so'mdan so'rayapti buni? 10,5 so'm. 10,5dan chiqyapti deydi. Qo'shildikmi? Yaxshimi? Shimbaydiku 10,5dan deydi. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Taqatash Shimbaydan ham keladigan u. Mana Nizat qacharma yo'q. Bo'ldi. Tushirmay qo'y deydi. O yaxshi az kelaman deb yig'lamay qo'y, o'zim kelaman telefonda qo'yib. O normal so'ylayman, men normal so'ylab turibman yaxshi az. Yo'q, prosta kim bu? Men balam. Bo'l, sen balang bo'lsa yaxshi bo'ladi. Badir aka. Kim guruh so'ylab jiberdi hozir. Tanimagan odamga sakirma. Bu o'chira olmayman, men promo efirda turibdi. Badir aka, men qo'shmaysiz ku. Ovoz tushirib oling. Hozir bunaqada kelaman, sana da kelaman, hech qayg'irma, qochib ketmayman, shu bozordaman xudoy qalasa. Necha aytyapsiz doim bunga? Miyma ham qo'yib yubordi u. Aha, nechaga so'rayapti? Hozir 11 deyapti. Qachon? 11 ga so'rayapti deydi. Sal baho ko'tardimmi deyman bugun ha? Bo'ladi. Nega o'tmayga qan qo'yadi? Ey bilmayman. Cheshib tashlaydigan odamda yaxshi gap aytsa ham tushunamiz u. Buni 12 dan aytdim. Aha. 8,5 so'rab turibdi. 8,5 dan so'rayapti deydi. Qacharmi? Mana 2 kun qachon. Asta söylese, asta söyleysen bu adam. Hatta baratın yerine asta baru gerek. Ziyani yo'q, har bir odam bo'ladi. Neden so'radi bunavыңызды kichkantay endi? Uni 2 kun 8,5 so'rab. Mana olsam 8,5 dan, mana olsam 8,5 dan. Taqatashdik ku. Telefonda men qo'yaymi? Zvonda so'raydilar u. Qo'yma. To'l, 8,5 ga deydi. Bugun maldim ko'p, o savdo yo'qmi deydilar. Mana qachon nega chiqdimda? Shaqi yo'q qachar bor ekan bu. 8. Chiqqani 8 ha. Ana nega chiqdi? 6. Ha? 6,5 ga chiqdimi? Bo'ldi. Qalay ajaga? Insoqlar. Neden deyapsiz? 13 dan. Men sizga o'xshab bir normal yuzli odamlar ko'paymasmi? Neden so'rayapti bular? Buna o'zi qancha buni? 21 ga. Buna o'zam zo'rzat ekan, buna o'zam zo'rzat ekan, biyiq zat ekan. 21 ga chiqdi deydi. Bo'y uzun zat. Bu yog'idan bir betini tushirib ketayina. Tushirdi desa deyin, tushirmiz. Assalomu alaykum. Buni so'rashib qaynatib turibdi, bo'lib so'ragan. Assalomu alaykum day. Yaxshimisiz? Nechaga so'rayapti day? 15,5 ga deydi. Bo'ladi, erkak mal ekan, yaxshi mal ekan. Rossiyskiy bir zat-ku bu. Gibrit. Ha, ana shu. Sochqa. Salmaydi. Sizniki nechaga chiqdi, brat? 11 deyapti. Bo'ladi, yaxshi so'rayapti 11 ga. Mana sal ne qilib qapti? Ana yer sal ne qilib qapti-da? Qulay deganmi? 11 ga so'rayapti deb qacha. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Mal ko'p bugun. Savdo yo'q deydi. O bunaqa yo'q qoldi. Ay bu shu to'g'ri. Mendan so'rasa aytaman o'zi. Ya men polniy bit teatrin birdan bir guruh so'ylab yubordi-da, jelga bir jashig'a qarab so'yla, jash kitday balasan. Shusan qarab. Mana balangizmi o'zi bilan? Bu so'ylamas, yat bo'ladi ja shundan. Tim bo'l bizda garajku. Nechaga chiqdi endi bu? 8 ga. Ona balangiz kelib tushirdik, qaytaman chaqirib menani tushirdik ukanimiz. 8. Bunaqa ne qilib, nega jatib qoldi? 9,200 ga so'rayapti. Bo'ladi. Anaqa ne qilib? Menani tushirib turibman-ku, menani ho. Bila, birundan keyin bir
Hazır mınan balası bilen ya to'g'ri men mınan balası bilen urushib qilib shuning bilan tushirdim. Ja, tushib turdim. Jig'ilgan jeyin bärini tushib turdim shuni. Ata qiytasa o. Qiytasa. Yaxshi aytamiz maldosh. Ja, bak. Dini solmal. Qo'yib tursa ish batini siqalavatır, yetib boshqa yoqqa tushirib tursa bor. Tushirib turgan yo'qman, tanimayman. Bunda yerga qarab turibdi. Endi o'zingiz yana chaqirasizlar-da qaytaman. Tushirmay qo'yib shu mallarni bu. Bugun ne böyle bu tushirma. Buna nechaga chiqdi dayı? Ne böyle bugün hamma chap yog'idan turganda tushirma deydi-ku. A? Tushir desa de tushirmayman ku. Azillashaman-da. Buna nechaga chiqdi? 8.5 ga. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Qacharmi bu o'gizmi? Ana bu bilan miga urdi bir söylep, yaqindan bir miga uradi. Ana nechik? Sadizammi? Deysa qalay? Analar neden bilmaysizmi? Mana neden bo'lib bilmaysizmi? Assalomu alaykum. Kimniki? Alınganmı deyim ana? Lan Nöks'tün maşını mı? Nöks'tün maşını geldi. Hoş balon. Assalomu alaykum. Neden de batsan bularga? 3 ne var? Ular 2 arna. Aytıluu. Qaytib beresen kelishib turibdi. Bo'ldi. Taqa tashlikmi, qo'shilma? Lüks. Nöks'ten kelgan ekan bo'ladi. Assalomu alaykum ko'ka. Neden de batsan bularga? Uloqlar. Bo'ladi. 1.5 dan aytilyapti. Neden so'rayapti? 1 milyon 100. 1 milyon 100 savdosi bo'lsin. Vah, oyog'imga yezdi bu. Buna tag'i eshikini 100 so'mga chiqdi, apa. Yeplep o'tib keting-da shu yerdan. Apa o'tib keting kira. Navuz nega chiqdi apa mana uloq? Aha, necha so'mga so'radi, so'ragan. 1 millionga deydi. Bo'ladi, beli uzun zat ekan, biik. Oha! Sen dükpedi qayg'irma, meni dükdi qaytaman. Mana qisir eshikning eshigiga chiqdi. 14 ga chiqdi. 14 ga bo'ladi, savdosi bo'lsin. 15 bo'lsa berib beramiz deydi. O mana quloqni jeb qo'ymasin, ey. Bunaqilar neden deyapsiz? 2 so'mdan aytaman. Uloqli necha so'mga chiqdi? 2,5 aytaman. Aha, nechiga so'ra? 17 ga deydi. Bunalarni nedan so'rab? 2 dan urg'ashimi? Ha, bo'ldi. Soyusliq eshiklar deydi. Kelishib beraman 2 so'mdan aytaman deydi. Qalay ag'ay? Qalay? Sensamiz? Yaxshi bo'ldi. Tushirmay qo'yaylik. Necha bo'ldi endi bu? 2 aytdimmi? Birga chiqdimi? Birdan sal o'tib atar deydi. Semiz eshik mana. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Assalomu alaykum. Neden deyapsiz akam? O, yaşlınikimi? Bo'lsin, delovoy semasini söyleysiz. 300 so'm, 300. Sen ana qo'zlab o'pdim neden dedi? 1 milyon 200 deb qichqirdimi? Qo'zlab. Yaşlılar, assalomu alaykum. Uloqlar neden deyapsan? Ya siznikini so'rayın. Ya buniki kerak emas, men siznikini so'rayman deb. Azdan bo'ldi aqdaylar. Buniki endi million bersa de tushirmayman mana turgan yerda. Men 2 lak aldım dedi. Aha. 600 dan aytaman, 500 yildan berib atibman. 500 yildan beraman. Endi de alat yere ishi o'zi uyda bor. Bo'ldi. Shunday alaqlar.
Bo'ldi. Telefon nomeri qo'ying. Telefon nomeri 90 90dan 727 25 64. 727 25 64 tamam. 64 zvondab xabarlasa Ben bo'ladi. sabah kahvaltı buldum. Bo'ldi. Arda bahada. Bo'ldi. Az buna qo'zini surib keting qo'ylardi. Assalomu alaykum. Neden deyatsın bunu? Qo'zlar Jana palantdan beraman deb aytibadiring, eshitib bir qoldim. 1 million 200 dan basamoqda. 1 million 200 dan berib berasan qo'y. Ya odan baslanat deydi. Bo'ldi. Ko'p ekan. Savdasi bo'lsin. Lan nega olding? 1,5 ga deydi. Assalomu alaykum day. Amansizmi? Deysangiz yaxshimi? Sharchamasdan. Shu bozorda tushirib yurgan o'zingiz qalaysiz? Yig'atsiz. Biliyorsan, bizlik shaqam. Bola pensiya var qayta. Bizda ham yetirsiz pensiyaga. 150 jatqan deydi. 3 million pensiyang bor qo'y desam, "Ava" deydi. Assalomu alaykum. Al qaysi qanchadan? Qaysin? Bo'ldi. Shu 2,5dan. Qaysin? Buni 1, 2, 3. 2,5dan. Aytaman, qaytaman. Qaytib beradi. Aha. 3 aytaman. 3 aytaman. Buni ham qaytasan. 32. Buni nizat qo'shqarma? Buni ayko nachar. Nachar. Ha, bo'ldi. 3 million 200. 3 million 200. 3 aytadi. Bo'ldi. Telefon nomeri 99dan. 99dan 678. 678 0390. 0390 zvon etaverasizlar. Mana. Yashirov like bosing. Bo'ldi. Rahmat. Bunalar neden deyatsiz? 2 milliondan. Aytiladi, kelishib beradi qo'y. Bo'ladi. 2 milliondan aytiladi, kelishib beradi. Ko'p ekan. Aldingmi ko'ki? Yo'q. Assalomu alaykum, yenge. Al ayt, neden deyapsan bular? 5 so'm deyman ikkovini. Ikkovini 5 so'm deyman deydi. Aha. 24 dan bo'lsa berib beramiz. 24 dan bo'lsa berib beramiz. Aniqmi? Bular 28 dan bo'lsa ketadi. 28 dan bo'lsa berib. Qo'shqarma ikkovi. Qo'shqa 4-da qo'shqa. Ha, 4-da qo'shqarma. Buna ikkovi ham qo'shqar ekan, buna ikkovi ham qo'shqar ekan. 2,5. Bo'ladi. 29 da qo'ydim. 5 aytdim. Mana bizni destek bergan. Ilham ağa, assalomu alaykum. Единственный bozorda adamlarning nasrnesini buzmaydigan adam usa adam men arasini aytayın. Kulib turadi beshda. Aq ko'krak adam ko'z tiymesin. Al endi qaysi qanchadan? Ularga 3 dan aytyapman. Qo'shqarma? Tek mana nashar bo'lgan. Mana nashar. Bunalarning bari qo'shqar. Bunaga 4 so'm aytyapman. Bunaga 4 so'm. Arashangan eshigi bo'lib chiqqani. 32. 32 deydi. Ana nizat ana. Qo'shqar, barcha qo'shqar. Aha. Qo'yma, qo'shqarma. Qo'shqar. Aha. Ava. Yilgi qo'zi. Barini kelishib bir uyda yeyishgan bormi? Ava. Telefon nomer? Telefon nomer 91lik 91lik 394 394 4187. 4187. Shuma qayerda? Ishga qo'y kerak bo'lsa uyda bo'ladi bas. Bo'ldi. Ha. Shuma biratan tushirib ketik. Al ayt basdan boshlab. 3,5. 3,5 million. Qo'yma qo'shqarma sunam ayt. Qo'shqar 3,5. 4 dan aytamiz. 4 dan aytadi. Qo'y. Analar so'yis qo'ylaring ham bor-ku. Bo'ldi. Telefon nomerni ayt, Jumaq. Qo'yiskan ovulda. 94 nomerni. Bo'ldi. Satsangiz ham olamiz. Satsangiz ham bo'ladi. Xabarlaringizni berasiz. Kelishim vaqtida olamiz deydi. Bo'ladi. Qo'yish bo'lsa da. Az chiqaman, jur, o'zimdan jur. Sen bir zat deb aytding-ku, sen eshitmay qoldim. Buni alindimi, sotiladimi? Nechaga so'radi buni? 11 ga bo'ladi, savdosi bo'lsin. Urg'achiga? Bozor usunday bugun. Yizatma yeko, tati. Pakistan deydi, aha. Urg'ashi qiyliq va? Buna erkek, buna urg'ashi. Mana erkek arg'is urg'ashi deydi. Aha, nedan so'rab o'tir buni? 700 dan so'rab. 300 dan so'rab o'tir. Yani arzonchilik baholar, savdo yo'q o'nchi. Jur. Bozor usunday meni al. Yana bir sizlardan so'radim, iltimosimiz, sotilatim mashin bo'lsa aytinglar, telefon nomer, Matiz mashin bo'lsa olaman deb atir. 90 dan 621 23 22 zamanda xabarlasa bersa sotilatim Matiz bo'lsa. Bugun bozor usunday savdo yo'q. Kelib xabarlasa berasiz bozorda. Elinden kemchiliklar bo'lsa so'rab qolamiz. Kechirim so'rab, xatolarimiz bo'lsa like bosinglar, podpisatsiya qilmanglar, podpisatsiya qilib, a'zo bo'linglar, a'zo qo'ying sizlardan.